Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan men yana kirib beramiz. Bugun sizlar bilan Artifakt degan odamni YouTube kanalini tekshiramiz. Artifaktga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu zo'rdan zo'r ana videolar chiqaradi. Mana makka Artifakt deb yozsanglar chiqadi. Men obuna bo'lib qo'yganman, chunki zo'r videolar oladi. Mana yangi videosi. Verstak tayoqchalar. Sindirdi yaqmoq. Ana. Yotoq qo'yib qo'ysam hammasi yaxshi bo'ladi. Va nihoyat uzoq kutilgan mening birinchi olmoslarim. Qanday oldimga kelinglar, olmoschalar qo'yib berdi. Bu sal qolsa o'lib ketishim. Shuncha xursand bo'lgandim, olmosga taxtani tashlab yubormaslik kerak. Bu juda ham muhim resurs. Yaramasam chiqib bo'lmaydi. Muhimi bo'shliqqa tushmaslik kerak. Obunachilar yerlardan ketish kerak, ko'rishni boshlash kerak. Tanada porlatgan ham bu mana. Shuni kutar ekanmiz, izohlarga o'taymiz. Bu safar o'xshashi uchun Minecraft sozlamalarini maksimal darajada kichraytirib qo'yaman. Xo'sh, umid qilamanki, bu safar hammasi o'xshaydi. Yana bu dinamit portlashini kutar ekanmiz, izohlarga o'tayda sizga bugun eng yoqqan TNT yozib qoldiring. Qaysi biri sizga hammaga xayr, yoqqanmasa like va obuna qo'yinglar. Hammaga xayr. Artifakt kanaliga o'tib, albatta obuna bo'lishni unutmanglar.